Eng yaxshisi o yerga berish niyatingdan yo'q. O yerga borsang, qaytib kelanmasliging mumkin. Manga amal yo'q bova. Bo'ynimda sirtmoq bor. O zaharlanib o'libdi. Bakil xatarlik. Ali, bu yerdan tezroq kelsak bo'ladi. Ularning orsidagi birisini yilon chiqib olibdi. Qaranglar. Avuq qum dövsünün ustida bir ko'z yinib otidi. Hey, bir ashapini oldinglarmi? Biz jasad burgilarining orsida qopdik. Hatayli! Ular beni köpke! Hatayli! 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 Tez bo'linglar! Nemanchi egiz yer bu? 20-30 metr kelamdi nima, ha? Usti shundoq egiz bo'lib, 3-4 metr kamlikda yo'g'on to'shik turadi. Uning atrofida to'rt choslab qo'ygan yog'och bor edi. Hey, qaranglar. To'g'risida yog'och turdi. Buni birinchi maslahat qilganmi nima? Shundoq o'xshaydi. Baya qo'l bombasi o yog'ochlarni sundirib yetib degan. Şunu pastga tushib ketibdi. Yerim yaxshi sen kallani ishlatibsan. Bo'lmasa onunga qisilib o'lib ketakanmiz juma. Shuni degina. Helim yaxshi yumshoq yerga tushibdiq. Hech nima bo'lmadiq. Shundoq degach, yiliqi xotinning chiroyiga tani bilan qarab qo'ydim. Ammo u hech parvosiz kayniga qarab turadi. Hey, ayol kishimi sizdek bo'lamdi, ha? Hech bo'lmaganda kechiring degan bir eg'iz so'zingiz bo'lsa kochki. Shuncha gap qilsam-mi, qimir qilmay turdi, ha? Nim bo'ldingiz ey? Shundoq degancha uning oldiga o'tib chiroyiga qardim. U shundoq qo'rqinish ichida ko'zini bir nuqtaga tikib turardi. Ko'nglim bir shumliqni sezib, asta kaynimga qardim. Qo'rqib ketganimdan menmi qimir qilmay turib qoldim. Oldimda chirib, qardab ketgan. Chiroyidan shundoq bir qo'rqinish chiqib turgan. O'lik turadi. Matya. Bu yoqqa kelib qarg'ina. Tez bo'la. Ne bo'ldi? Ne bor ekan? O shundoq degash yenimga keldi. Qag'illarmi agishibdi kelgan edi. Matyan chiroyimga ansiz qarab qo'ydi. Qaranglar. Buning butun badanini yori qoplab ketibdi. Matyan shundoq degash jasadni yeniga berib, uningga tafsili qarab chiqdi. O o'lgiri oz bo'lgandami 20 kun bo'ldi. Jasadning chiroyi tunuqsiz bo'lib ketgan edi. Menmi uning yeniga berib, yar izlarini ko'rib cho'chib ketdim. Jasad burgisi. Eliqi bo'voy degan yer mushu o'xshamamdi. Sen jasad burgisi ekanligini qanday bilasan? Eliq xotinning kaynimdan qilgan ovozi anglandi. Men uningga sol qo'limdagi jasad burgisi tishilgan joyni ko'rsatdim. Uni tushungandek gap qilmay turardi. Kallamga yana bir chigish tugun gap qoldi. Plan bo'yicha yana 3-4 kun mansaq oldin nishonga boramiz. Ammo nishonga bormaylar, ikki yerda yo'qib ketganlarning jasadi uchirdi. Baya ustida putlashib yiqilib ketgan jasadning qo'limi qardab ketgan. Aniqli chayon chiqib olgan. To'g'ri. U vaqtda meni xotin oz qoldiq degan. Tushundim. Bu ishlarni shu xotin uqdi. Biz yo'lga chiqqandan bo'yammi, mushu xotin yo'l boshlabmoqdi. Burilibla tapanchini uningga qaratdi. Ammo qilgan ishlarimdan hayron qilishdi. Qimirlashma. Bo'lmasa uni etib etdiman. Eliqi xotinning sabdashlarimi albozimdan qo'rqib qoldi bo'lg'ay. Qo'liga tutgan qurollarini asta tushirib oldi. Ali, nim qilyapsan? Men ishlarni oydinlashtirmoqchi. Nimani oydinlashtirsan? Eliqi xotin ko'zimga chakchiyib turadi.
Men berib tapanchini uning peshonasiga tangladim. U qo'rqib ketgan bo'lsa kerak, chiroyi o'zgarib ketgan edi. Sen nimishqa bizni bu yerga boshlab kelsan? Sening olim boshliqni qutqizimiz deganing qip-qizil yolg'on. Meni gollayman dema. Sen bu yerni pishiq biladi ekansan. Boya bilib bilmay qilib qo'ygan bir eg'iz gaping hammani ichib tashildi. Qani ayta. Qaysi gapni deysan Ali? Men ajab his qilmadim-ku. Boya qechib kelayotganda u menga oz qoldiq degan. Buni senmi anglagan? Plan bo'yicha yana necha kun mangamiz. Ammo u oz qoldi dedi. Tushundingmi? Ali, bu ishlarni sizga boldiroq deyishimiz kerakdi. Ammo bizning vazifamiz bor. Ha? Ya'ni vazifa? Olimni qutqizadigan shundaqmi? Yo'q, olimni tutadigan. Biz davlat saqchi idorasining odamlari. Hukumat uzundan beri olimni paylab turgan. U vazifasidan foydalanib, davlatning 800 millionlik asorat iqisini o'z egilib olgan, ham setib etgan. Bir oy burun u bir turkum odamlarni ep qochib ketganligi to'g'risida xabarni topshirib oldik. Ham uning o'yini aqtirish orqali yerosti qadimiy shahar to'g'riliq ba'zi materiallarga erishdik. U ep mangan odamlarning asara atiq sohasida nom qozongan arboblar ekanligini aniqlab chiqdik. Ularning yana bir qatim davlat mulkiga xiyonat qilmasligi uchun yuqori uni tutib kelishga bizga buyruq tushirdi. Biz tanlangan bir guruh odamni ularning iziga tushish uchun qumliqqa kirgizdik. Ammo ular dal mushiyaga kelganda yo'qib ketdi. Ha, shunlashqa bizni yam chiqmoqchi ekansan-da? Shundaqmi? Yo'q, undaq emas. Biz bundaq bo'lishini bilmaymiz. Faqat aeroplandan mush atrofda bir ozgal baliqini ko'rgan. Bu qitim deganlarimning hammasi rost. Matyan, sen ishlamatamsan adash. Men faqat ularning saqchi idorasining odamlari ekanligiga ishonaman. Sizni Can ustangiz bizga tanishtirgan. Nima? Ustam? Ustam meni saqchi idorasiga tanishdimi yoki chaqdimi? Tanishtirdi. Bizning boshliq bilan sizning ustangiz yaqin tanishlardi ekan. Do'stingizni turmidan elib chiqish shartiga sizni tanishtirgan. U nimishqa bunday qiladi ekan? Chunki bunday qilsa sizga foydali. Chunki olim degan sizning kepan o'g'irligingiz to'g'riliq materiallarni qonun organlariga topshirib berdi ekan. Agar bu qitimli harakatimiz o'ngishli bo'lsa, ko'rsatgan xizmatingiz gunohlaringizni yuvib ketishi mumkin. Biz bu ishlarni sizga demaslik to'g'riliq buyruq topshirib olgan. Chunki bizning hamma harakatimiz maxfiy turmush bo'lmaydi. Ha, tushundim. Hammani tushundim. Ustam meni xotanga bekaga evatmabdi ekan. Bu qahbosh qiri. Yana nima o'yinlarni o'yna? Tapanchamni asta tushirib oldim. Uning deganlariga ishongan edim. Ey, bu qo'lingni bir tutib qo'ysala, uningga ishondingmi? Agar ustamning gapini chiqarmagan bo'lsa, hargiz ishonmaydim. Bo'ldi, qolgan ishlarni keyin deyishayli. Endi plan qandaq? Bu g'ar ichida mushundaq turamdiq. Uning ko'ngli joyiga tushdi bo'g'ay. Eg'ir o'psinib qo'ydi. Endi qayoqqa mansiq bo'la? Qara Ali. Üst tarafdagi yog'ochlar chirib, orilib qoldi. Agarda u o'rilib tushsa, hammamiz mushiga ko'milib ketamiz. To'g'ri. Ilk chayonlarning bizni qo'g'limay to'xtab qolgani mushi sababdan ekan-da. Ular bu yerga dastlab qumga kirib ketganligini biladi ekan. Buni birsi maqsadlik yozgan bo'lishi mumkin. Yininglarda ishlatgudak nimalar bor? Qarab beqinglar. Bizning yemekliklerimizmi, suyimizmi yo'q bo'ldi. Maqdurimizning borida bir anas topmasak bo'lmaydi. Menda pichoq bilan qo'lchiroq bor. Qurolning o'qi tugidi. Bizdimi birdan chiroq va pichoq bor. Qurolning o'qi oz qoldi. Yaxshi, ish o'xshabdi mana. Bunda qilayli. Quroldagi o'qlarni yig'ib, qurol qilib solayli. Qurol ishiltishga ustalar uni epmansin. Qag'illar pichoq ishiltib mangayli. Bu yerda jasad burgisi bor ekan. U narsaga pichoq ishlamaydi. Qattiq ehtiyot qilib olmasak bo'lmaydi. Kallang ozroq bo'lsin ishlab qo'ydi ekan Juma seni. Matyan quroldagi o'qlarni chiqarg'ash menga chaqchaq qildi. Qag'illarmi o'qlarni chiqarishga boshladi. Ilonga xon, xanjarni menga bering. Ismim Aliya, xon emas. Menga qaraganda Qaysar Marganrak. Uning ismi Vanxan. O chati turg'ini Jarqin, qozoq yigiti. O shundoq deb boshqalarni tanishtirdi. Tova.
necha kundan hajab diqqat qilmabdiman desam, ularning chiroyiga qarsam, hech qozoqqa ham xanzoga o'xshamaydi ekan. Ular beshini ko'tarib qo'ymay, qurollari bilan haplashyotadi. Buni natisi yo gap qilmaydi, yo chiroyini ochmaydi. Xuddi ularni bu yerga men akab qo'ygandek. Kallamda shu xiyollarni o'ylayotdim. To'yuqsiz kayin tarafimdan odamning tenini shurkan turgudek sovuq shamol urildi. Chiroqni beringlar. Eliqi xotinga ayoq Oliyaga qo'limni so'zdim. Chiroqni ilib kayin tarafimga yoqdim. Kayin tarafimda ikki odam patqudak. Tik tursa bosh tegib qog'udak bir o'nkir turadi. Shamoldan mushiyadan chiqyotdi. Qaraganda bu birab bo'shliqqa tutishudi juma. Qag'illarmi kaynimdan kelib chiroqlarini yiqishdi. O'nkir to'tqirliq bo'lib, aniqla odamning qilganligi chiqib turadi. Chiroqning to'ki qanchalik yetadi? 2 soatdan ortiqroq yetadi. Avval ikkisini yondirib turaylik. Qolgan ikkisini keyin yondiraylik. Bu yerda qanchalik turishimizni bilmaymiz. Chiroqning to'kini oyaylik juma. Qurolni tayyorlab bo'ldinglarmi? Tayyor bo'ldi. Amsi ikkimiz oldida mangaylik. Qaysar, sen kayindimi? Ikkinglar bizni qo'g'dab menglar. Shunda qilib, Matiyan bilan ikkimiz beshimizni tuvan qilib, o'nkirning ichiga kirdik. Qolganlarmi bizga agishib kirishdi. O'nkirning ichi shunda sovuq bo'lib, put-qo'llarim titrab ketyapti. Chiroq faqat 5-10 metr doirani yoritib turadi. Oldi tarafdan bir anasi chiqib qolmag'iydi deb yuragim ansiz so'qyotdi. Qadamlarimizni shundoq asta elib, ehtiyot bilan ketyotdik. Ali, Matiyanning chaqirishi bilan cho'chib oldimga qardim. Hech narsa ko'rinmaydi. Nim bo'ldi? Bir anasi ko'rdingmi? Shu topda bakli jiddiylashib ketyotdi. yaga qara. U shundoq deb chiroqni pastga qaratdi. Pastda qalaymiqan oyoq izlari ko'rinib turadi. Xuddi birsi bu yerdan, birasi biranasidan huduqib ketgandek qiladi. 1 metr nerda ikki qo'lni yer totilgan iz o'nkir ich tarafiga so'zilib kirib ketgan edi. Qaraganda birsi bu yerda xatarga yo'liqqan o'xshaydi. Qara, bu barmoq izlari o'nkirning ichiga so'zilgan. Qaraganda bir maxluq uning kaynidan tortib mengibdi. Qanday qilamiz? Bu yerga chiqibdik. Endi qaytishga amal yo'q. Eliqi g'ordan qanday chiqimiz degan gap. Chiqsaqmi, eliq chayonlar bizni saqlab turamdi degan. Matiyan gap so'z qilmayli oldiga qarab maqdi. Bizmi uning kaynidan mengishga boshladik. Bu o'nkirning oyog'i chiqmay batadi. Shu topda ichim shundoq titildab ketgan edi. O'nkir bag'an seri cho'nqurlab ketyotdi. Nimandaq uzun o'nkir bu? O'zlarini kariz chapdoq deb qoldimi nima bu haq? O'zimga g'o'dirg'ash ketib etib, qo'yuqsiz Matiyanning beshig'i usib oldim. Qag'allarmi kayni-kaynidan biri-biriga usib olgan edi. Voy beshim, to'xtayman deb qo'ysa bo'lmamdi. Matiyanga qoqshig'inimcha uningga qardim. U chiroqni oldi tarafga qartib qimir qilmay turadi. Hey, nimaga qarayapsan? Shundoq degash, oldimga qarab yuragim jiq qilib qoldi. 10 metrcha oldimizda so'z bir soy turadi. Chiroqning nuri yetmagachga aniq ko'ngili bo'lmaydi. Qolgan chiroqni chiqaringlar. Shunda degash, qo'limni kayniga sundim. Oliya qolgan ikki chiroqni qo'limga sundi. Ikki qo'limda ikki chiroqni tangli yondirib oldimga qaratdim. Qo'rqib ketganimizdan hammamiz kayniga necha qadam yetib ketdik. Oldimizda ikki qo'lni yeyib turgan birsi kangrayib bir bo'shliqda
puti yerga tegmagan holda laylab turadi. Hozirgi qo'rqishni hech nimaga tanqid qilib bo'lmaydi. Hammamiz o'rnimizda qimir qilmay turibdik. Jin emasdi, ha? Matyanmo qo'rqib ketgandan ovozlari titrab chiqyotdi. Nima bilamedim. O'q chiqiraymi? Chiqamay tur. Agar jin olvosda bo'lsa, o'q otqining beka. Undaq bo'lsa, degana qandoq qilamiz? Mushundaq qimir qilmay turamdiq. Ya keynimizga yenib ketgilib bo'lmasa. Aman, oldiroq mengib aniq ko'rib baqayli. Qandaq? Bu gapni qilganim bilan oldig'i mangudak jinim qolmagan edi. Ma'qul. Hammanglar tayyor turinglar, ha? Shunda degash. Hammamiz bir qadamdan oldiga surilishga boshladik. Ilk narsa qimir qilmay turibdi. Bu hol meni texmi qo'rqitdi. Hech bo'lmaganda ozroq midirlab qo'ygan bo'lsa-chi, yuragim sal joyiga tushgan bo'ladi. Ammo biz yaqin bosaqlar hammamizni tutib yavetdigandek qimir qilmay bizga tikilib turibdi. Odash, midirlasizlar otchimi? Qo'rqinishdan mening ovozim titrab chiqyotdi. Matyan gap so'zsiz beshini lashdi. Yana bir necha qadam mang'andan keyin Matyan beshini oldiga so'zib sinchilab qarab ketdi. Jasadga. Odamning jasadi to'g'ri ichilib qopti. Bu gapni anglab bir hayronlikda, bir xo'shlikda uning sinchilab qaradi. Haqiqatan bir jasad esiqib turadi. Kirishib ketgan badanim endi bo'shagandek qiladi. Ajabman qo'rqitdi. Kaynimdan Aliyaning ovozi anglandi. Berib ko'rib baqayli. Matyan shundoq degancha qadamini tezlatib, uning yeniga maqdi. Bizmo kayndan uning agishib maqdik. Chirib bir teri bir ustixon bo'lib qolgan jasad o'mchik to'riga kiris shaklda esilib turib qolgan ekan. Yiroqdan qaraganda xuddi oppoq plash kiyib olgan olvosdagli ko'rinadi. Bu yerda choyam bilan jasad burgisilib oda qilmaydi Jumo Ali. Matyan jasadga choplashib qolgan to'rni tatib ko'rib baqdi. Qara bu o'michik to'rning tomliqini. Yana tig'in nima degancha? Tatib o'zgarib bo'lmag'idek buni. Qanchalik yo'g'on o'mchik bo'lsa, odamni mushundoq ko'tirib osalaydiganda. Uning gapi haqiqatan o'rinliq edi. Bu o'nkirda haqiqatan o'mchik bor ekan. Bo'g'andimi? Noydi cho'ng ekan. Hammadan chataq yere yo'l etilib qopti. Aliyaning gapini anglab, hammamiz o'nkirning oyog'iga qardik. Butun yer o'mchik to'ri bilan to'silib ketibdi emasmi? Bu to'rni o'zgili bo'lmasa qanday qilamiz? Elishib qolsak, ish texmi chataq. Shundoq degash, xanjar bilan kesib baqdim. Haqiqatan kesmak taskin. O't ko'ydirib yo'l olsak bo'ladi. Sening bilmaydiganingmi bormi, ha? Har birlikda shundoq jiq narsalarni o'rgatam-da. Shundoq desakmi bo'ladi. Ammo hozirgi masala bu yerda qaysilar chaqmoq bor. Menda bor. Wang Khan shundoq degash, yenidan temir qalpoqlik koni chaqmoqni sundi. Matyan kuchsidagi chopinni va maykasini silib etib, maykini xanjarning uchiga ching yo'gashga boshladi. Chopinni kiyib olib, chaqmoq bilan maykaga o't tutashtirib bo'lgandan keyin
chaqmoqni Vanxanga qaytirib berdi. Ilmu sen bo'lib qopsan adash. Agar qaytib ketalisam, sana maykadan birini sovg'a qilaman. Shundaq degach, Matiyaniga qarab yejib qo'ydim. Uning bilan doim mushundaq tetiqsiz chaqchaqlarni qilishyaptiq. Maykani o'zing kiyib ol. Ko'zimga olib, qarab qo'yib, to'rlarni ko'ydirib yo'l ichishga boshladi Matiyan. Uning topgan usuli haqiqatan asqitib o'tadi.